Hey yo hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Drakon X. Bugungi video roligimizda biz Minecraftda ya'ni subtenetlarda portlatamiz. Bu videodan cho'g'dan olmoqchi edim, endi aynan sabrlarga ko'ra ularni qoldim. Xo'p, video boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lgan holda video roligimizga like bosishni unutmang. Skrimga e'tibor bermaysizlar, men skrim o'lcham, masalan, noto'g'ri xullas qo'yish problema bu yotibdi. Keyingi videolarga bu xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman. Demak, biz videoni boshladik. Xo'p, Y tarafdan TNT'larni olishimiz kerak. TNT yozsam chiqadi, o'zi qayerdan yozadi? TNT. O mana TNT bilan jajgalka kerak bo'ladi bizga. Jajgalka shu atrofda bo'lish kerak. Bu bas, jajgalka. Jajgalkani ruschasiga bilmayman. Inglizchami, ruschasiga ham bilmayman. O'shanga problema qilib qo'yib o'taman. O'rganish kerak edi. Aynan, hop. Kerak emas bizga jajgalka. Bo'ldi. Xo'p, demak bizga pastga tushib olamiz. Keyin bitta qazib olib tushib, koordinatani aniqlash kerak. Qaysini yozardi? Bo'ldi. Film qanday yozardi ya? Plus aniq esimda yo'q. Eski suvdan qo'yib chiqamiz. Hop. Endi TNTdan moddan qo'shib kim kelmadi? O'tgan safar qaysidir video olganimizda TNTdan moddan topgan masala g'alati turib bu. Oddiy TNTlarga yetmas ekan baribir. Hop, mana oddiy bunaqa. Buni qo'yib ishlaydi. Eslam chiqib qolibdi, bunday qilib qo'yardi. Parvoz qilib qo'ydi-yu. Ana. Portlaydi. Normalli. Boshiga yetaveradi. Hop, keyingisida nimadir yozuv qilishim kerak. Hop. Bundoq. Bu yoqqa bo'lmas ekan biz. Arkada yoqib tashlayman, bu safar ko'proq, ya'ni ketaveradi. Hop. Eski suvdan qo'ymasan, CD'sidan chiqib qoldi, qanday qilib ko'proq qilishligim, o'shaning uchun oddiy qo'lda mehnatdan qilyapman. O'taboradan robot qilmasdan ketmonni chopgan-u. O'shanaqa gaplar bo'lyapti xullas. Banatlik qilib oldim. Aynan. Hozir qo'yib. Hoppa. Xo'p, normalni endi. Bo'lsa kerak endi bular ham. Xo'p, endi to'g'rilab. Boshqa chiqonchani bosib olibman bilmasdan. Boshqa taraf. Davay portlab. Davay. Tekis yo'lda video olishga qaror qildim, chunki boshqa joylarda portlab kartani qochishi niyatim yo'q meni. Qarang, farqini ko'raylik-chi. Kichkina, katta. Sal g'alatiroq turibdimi? Mayli. Xo'p, Sidni bir qator esimga tushirib olishim kerak. Sid nomi qanaqa edi ya? Birinchi o'rinda shu yerda alash qo'yib qo'ydim.
qo'ysa qanday qiladi? Yani ko'proq shunaqa qo'yib, olmagan qo'yib. Sekin ko'payib boshqa taraflarga ko'proq qo'yib berasizda. Kontrol va qildimi? Qo'shib ketaverganingizda kontrol ma'qulsiz. This. Mana uni bosib entermi? Ha? Bo'ldi. Bize mana hop to'lamiz ozgina uchib bo'lsa endi biz uchamizda shunday TNTni portlatamiz. Uning ichida nechta TNT borligini bilmayman men ham. Yo to'xtinglar. Men qiziqtiraman. Men bu TNTni oxirida portlataman. Ungacha videoni o'tkazib olmasdan ko'ringlar. Boshqa joyga ketyapmiz. Endi keyin u kartani eslab qolaman, ichiga turib plansheta kelaman. Yana bir ikkita TNTlar portlatib o'tkazib olmanglar. Bilib bo'lmaydi, balki hozir portlataman men buni. Borib turib videoga kommentlarni ham yozib qo'yinglar, like'larni ham bosib qo'yinglar, ular hamma narsani qilinglar. Men bu videoni olish uchun qancha mehnat qilyapman. Bitta videoni olish azob, ishoninglar. O'shaning uchun bir donagina like iltimos ayamanglar. Hech bo'lmaganda bir donagina like, ko'ngil uchun komment. G'alati rasmsiz turibdimi? Ana g'alida. Xo'p. Endi biz mana uni olamiz, chunki yerdan mana jajgarga topgan yaxshi yer deyman-ku. Invertordan. Bu yoqda bas, bu yoqda ham mana topdim. Uni ham ishlasam bo'laveradi. Kerak bir. Hoppa.
yoki yoriq tushirish kerak. Oy, yoriq tushiradigan sitni nomi mana chiziqcha. Yo'q, bu basida. Endi o'rganishdan endi xo'p, ha, topdim. Demis. Bu mana o'xshadi. Xo'p. Teksturaga kiradi. o'xshamadi baribir. Xullas seni TNTni olib borishim kerak. Qaysi tarafda edi bu? Qaysi tarafda edi ya? Esimdan chiqarib qo'ydim. TNT rostdan qaysi tarafda edi? Qaysi tarafda edi bu? Keldik. Topmayapman. To'xtab, no'g'ri keldik-da. Bag'dan kelgan bo'lsa, bag'ga ketgan. Obo. Kahve diyor bu. İyi böyle. Uzoq qishloq topib qo'ydik-ku. Menga qishloq boshimga uramanmi? Boshimga uramanmi qishloq?
Marraz qaytdiydi u. Yetdim belgilab qo'yish kerak edi dadam. Ayyo. Qaysi tarafda edi bu? Siri bilamayacak o. Yok kapsoydan köyde. Aynen öyle bakmayın ki aynen ki poet. Başka tanka bir adasın mı? Ne makine fil? Kil. Bu oldu mu? Ha, bu düşündüm. Kill. Mukiyete. Tapqa. Este. O topdan xullas. Videoni ham qiziq joyga kelib oldik. Mana nihoyat men arxamda turgan TNTni portlataman. Xullas. TNTni portlataman video boshlashdan oldin tashlayman. Video tugashida iltimos like'laringizni ayamanglar, kommentariyalar bilan keyingi qismi chiqishini xohlasangiz hozir o'zi komment va like. Shuni o'zi 20 ta like va keyingi videoda men naq 100 mingta TNT portlataman. Bu juda ajoyib bo'ladi. Iltimos beklarda ayamanglar. Endi jajgalkani olishim kerak. O'lgandan keyin jajgalkani yo'q bo'lmaydi. O'lib qo'yganman. Hop. Bo'lmadi. Bitta tanasi kam bo'ldi. Boshqa tanani qo'yishim kerak. Tanati. Bo'ldi. Kerak emas. Bo'ldi. Yiqilamiz. Jajgalkani olib tepaga chiqib qaranglar mana manzara. Kompyuter o'zi qatishga boshladi. Voydot. Xullas olmishlar mana men ko'rib turibman, ko'rib turganingizdek mana qaranglar. What the fuck nima bu? Fi bilehi. What?
What the hali ham portlayapti. What? Kartani qaranglar, kichkina kartaga bo'lganga o'xshaydi. Ana bu qishloqqacha kelibdi. Voy vi. Qishloqqacha kelibdi, qoyil maqom. Xullas obunani hali ham bosmadilaringmi sizlar? Nima, men kutib turaveramanmi hali, ha? Vaqtimiz sarflamaydi qaranglar. Hay, borgan bombalargacha borgan. Bilasizlarmi, ho bu portlagan joy qayergacha borganini? Men olgan videolarim bor-ku, o'sha yoqqacha borgan, qishloqqacha 2 ta 3 ta bomba portlatgan, aqacha borgan. Xullas, hozir o'zida kanalga obuna bo'lgan holda videorolikimizga like tugmasini bosib qo'ying. Unda hammaga xayr, sizlar bilan Drakon X bo'ldi. Keyingi videolargacha pakar.